aytdingiz yaqinda 4-kursdan. Xo'p. Qizlar eshitayotgan bo'lsanglar, homiladorlikda o'z vaqtida topshirish kerak bo'lgan analizlar ro'yxati. Har oyda topshirish kerak общий analiz kravi, qon, macha, ya'ni siydek topshirishingiz kerak, koagulogramma, mazok, jigar fermentlarini ham bir marta topshirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. ALT, AST, mochvina, kreatinin, qondagi umumiy oqsil miqdori albatta kerak bo'ladi. Mana shu analizlarni o'z vaqtida har oyda bir marta topshirib qo'yish kerak bo'ladi. Hozirda bizani bolamiz yaxshi o'syapti, oyisi poslushniy qiz ekan, yaxshi, bolasi yaxshi, yuraklari yaxshi. Mana 18 haftalik yurak ko'rsatishga kelganlar, yuraklari yaxshi. Biz yuragida poroklar topa olmadik, yaxshi, xavotirga o'rin yo'q, topa olmaylik ham, yaxshi, yuraklari yaxshi, jinsini yetib berisha olmagan ekan, uyalgan ekan boshqalarda. Bizaga kelganda uyalmadi, uyatsiz bo'ldilar. Biz jinsini yetdik, qiz bolacha dedik, to'g'rimi? Yaxshi, zo'r. Oxirigacha xayrli bo'lsin.